Buniki telefona bosib shunday telefon qilib aytib qo'ying. Mana qami qismi bo'g'ozmidi. Yo'q, buni aka mana yo uni o'zim ham bilaman, o yesdan oldin qisil bo'g'ozmidi. Lekin ko'ryapti, qizga o'xshayapti. Mana uyda yemet qil deyapti. Men bilmayman-da buni men. Shuncha deyapman, bolasi erkak ekan. Arqonni qo'yib yuboring. Arqonni qo'yib yuboring. Tepalashar bir-birini. Üstüne hoş mu sağmayanda onu bilinmeydi. Ona. Ona mal neç bilik ana. Dostum aka. Bu aka. Bakalım kekin bo'lmadi menga qo'ygan. Yo'q, bo'lmadi, talab bo'lmadi. Neç bo'lyapti do'stim buni? Erkak bolasi? 26 ga ham bor. Ha. Ham qo'yga qara, ham bunga qara. Qiylangan chiqyapti. Bo'lmasa hozir ovaradan baylab qo'yaman. Pul zarur emasmi? Yo'qotgani, yuqorisi qaragan telefon. Ertaman qo'y haydab chiqib. 26 ga ham bor endi. Dur. Boyaga tuzimsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ona mal 25 millionga bermayapti, ona. Bolasi erkakmi ekan? 10 tusti bor ekan, nima degan, shu kerak. Do'stim. Esi beramiz? Ha endi nima deyishimiz kerak? Qisirga olinglar deyapmiz. Neç pul aka bu mol? Neç pul deyapti? 25 beryapti. Bolasi erkakmi? Unaji 25 berishyaptimi? Ha, yaxshi. Biz buni 40 million deyapmiz. 25 beryapmiz bizga. Bizga erkak bizga ham bolasi. Sizga bola kattaroq olganda. Ona 2 million aka 14 million oz aka bunga aka. Qo'shsangiz yuring aka. Maqtali bo'zagini 14 million. Ha. Bo'g'azim o'ylanib qoldim, jon aka, mana qa degansiz, men olib kelyapti molingiz Ha, ana endi bizga ham endi aka to'g'ri gap aka. to'g'ri endi aka bu yoqqa peshana endi aka. Qisirma bo'g'oz. Siz tekshirib berganingizda aka zo'r foydaga yetib ketardi aka, siz ham men ham aka kelishib ketardi aka. To'g'ri gap. 27 million. 27 million qilishyapti mana onu. Ha, 26 million qilishyapti mana onu, 26 million qilishyapti. Neç pul deyapsizlar bu yana bolani? Men 31 million qildim, egasi buni men 35 dedi. Ha, 31 million qildingizmi? Bolasini olasizmi? Bolasini olsa ekan. 8 ta suti bor deyapti. Sirraman ekan. Yaxshi qilsa 31 million qilamiz. 31 million qilamiz, yaxshi qilsiz. Haligini ham Yelin dadal ekan ha? Nechta suti bor ekan? 10 ta 12 ta. Kimniki bor, siznikimi? Nech pul deyapsiz? 35. 35 deyapsiz. Nech pul qildi? 31 yarim. Erkak bolasi? 5 oylik qonada ham. Oh. Ancha katta. 5 oylik qonada ham bor. Nech pul ketdi mana shu? 32 ga baraka bo'ldimi? Bolasi erkak ekan. Yaxshi sotdi.
Bolasi erkek emek bunu? Neç buldu yaz? 23 diye. Neç bul kıldı? 19 kılıçtı. Ha? Bu erkek emek bolası 27 kılıçtı da. 38 yapıyor. Neç pul qilyapti mon? 27 bolasi erkak ekan. Bunachini ekan bolasi. $27 milyon ötdi. Sizin bolasi erkak? Yo'q. Neç pul qilishyapti buni? Bilmayman, neç pul deyapsiz aka buni? 30 deyapsizmi? Neç pul qilishyapti bo'lsa? Men ham boshqa tepadan qiziq so'rayman anga. Yo'q, tug'di yangi. Hay. Buka bolasi bor. Bolasi erkakmi, bachim? Yo'q, novos. Novos. Necha pul qilishyapti? 50 deyishyapti. Sodalashib. Necha pul qilyapti deyman-da sizlar savdogarlar. 37,5. Ha? 37,5. Bolasi enasi bo'g'azanmi? Ham chiqadi. Hamchi. Mana qazaga to'g'ri gap bor. Yirmi sakkiz. Bolasi erkakmi, bachim? $21 milyon oldingizmi? Yarim. $21,5 milyon. YouTube'ga qo'yapman men og'a aka. Mana $21,5 milyon ket. Ha, arzon oldi.